Malayziya konsertda navbatdagi yangilik, juda ham katta natija. May oyi shunaqangi ko'p natijalar oyi bo'lyapti, doim bo'lsin. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l shahridan talabamiz Shohruxbek Malayziyaga Foundation grant yutib oldi. Shohruxbek, tabriklayman avvalambor. Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi kunlarga viza o'qib borib, yaxshi kunlarga diplomlar olib foydalaning xudo xohlasa. Obrachaligina tavsiyalaringiz bor. Avvalambor Aziya konsaltga katta rahmat aytib qolaman. Sizlar ham kelinglar, talaba bo'linglar. Ota-onalaringiz xursandmi? Uyingizdagilar xursandmi ketishingizga mana? Hammasi xursand uydagilar. Xudo xolasa 12-may kuni uchib ketishadi. Biznes menejment yo'nalishiga topshirgan. Nima uchun biznes menejment yo'nalishiga aynan nima maqsad? Chunki biznes menejment yo'nalishi kundan-kunga kundan kunga Rivojlanib boryapti. Ha, aytaylik. Shuning uchun shuni tanladim. Maqsad biznes ochib, vatanimizga foyda tegish, xudo xolasa. İnsanlarni ish bilan ta'minlab, vatanimiz iqtisodini dunyoga olib chiqish. Tabriklayman. Malayziyaga borganda ikkinchi qismini videoni Malayziyadan ham jo'natasiz. Xudo xolasa obunachilarimiz ko'rsatamiz. Kelishdik-a? Charchamanglar do'stlar, biz kurashda davom etinglar.